Hozirgi salqin havoda hammaga birdek yoqadigan vitaminlarga boy foydali dimlama tayyorlaymiz. Qozonni qizdirib, dumbani parak qilib taxlab, ustidan go'sht, ziravorlarimizni sevib olamiz va ketma-ketlikda barcha sabzavotlarimizni solamiz. Sabzi, piyoz deysizmi, hammasini uyda bor masalliqlarni solib olamiz. Videoda ko'rib turganingizdek, kartoshkani ustidan pomidor, yana tuzlarni sepib, karamlarni solib, taomimiz yana ham mazali bo'lish uchun qiyma sifsellardan ham qo'shib dimlaymiz va oxirida qovoqlardan ham solib dimlaymiz. Go'shtimiz mazali xil pishishi uchun to'g'ri go'sht tanlashimiz kerak. Hozir korzinkada mol go'shtiga juda ham katta aksiya ketayotgan ekan. Barcha korzinkalarda mol go'shtiga 22% gacha chegirmalar amal qilyapti. Mol go'shti to'shi kilosi bor yo'g'i 89.990 so'mdan. Mol go'shti biqini esa kilosi 97.990 so'mdan. Sizlar ham ulgurib qoling, aksiya 12 noyabrgacha davom etadi. Bu orada taomimiz ham xil bo'lib pishib chiqdi. Yana ham to'liq retseptini post tagida yozib qoldiraman. Albatta tayyorlab ko'ring.